Salom hammaga. Biz emasam sessiz darslarni boshlaymiz yana. VS Code ochib olamiz va bu yerdan 6-dars deb papka ochamiz. Buni ichidan bitta index.html fayl, ichidan style.css fayl. Hop, XHTMLda boshlang'ich kod yozib olamiz. Keyin bu yerdan link orqali style.css deb yozamiz. Buni brauzerda ochib olamiz. Hop, bugun sizlar bilan outline offsetni ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi bo'lib biz emasam h2 deymiz. h2da yozamiz ichiga z outline offset deb yozamiz. Keyin bo'ldi shu. Keyin esa pt ga ochamiz-da, buni ichiga loremdan 20 ta so'z yozamiz. Hop, natijada ko'rsak, turibdi hammasi. Hop, keyin esa style beramiz. Bu yerdan p deb yozamiz-da, gulli qavs ochib turib, margin yozamiz. Marginga 30 piksel beramiz. Hal qisqardi. Hop, keyin padding beramiz 5 piksel. Backgroundga yellow beramiz. O'tgan bo'lsak, rangi sariq bo'ldi. Bunga bitta border beramiz. Border 1 piksel solidga black beramiz. Mana ko'rgan bo'lsak, qora chegara paydo bo'ldi. Hop, keyin outline deymiz-da, bunga 3 piksel solid red deb beramiz. Ko'rgan bo'lsak, mana 3 piksel bo'lgan solid bundan yuqoriroq va borderga o'xshagan bo'lib chiqib qoldi. Bunga yozamizki outline offset 15 piksel deb beramiz. Ko'rgan bo'lsak, bu kengaytirib yopishtirmasdan kattaroq qilib berishdi. Hop, keyin bundan faqat minus ham qilsak bo'ladi, ya'ni ichkarisi ham qilsak bo'ladi. Minus qilamiz-da, 5 piksel qilamiz. Ko'rgan bo'lsak, haqiqatan qaytib ketdi. 10 qilgan bo'lsak, kichkinaroq bo'lib qoladi. Hop, bugungi darsimiz shu. Office haqida dars shu edi. Videoni tushunmagan bo'lsa qaytadan ko'ring. Kanalga obuna bo'ling. Avgust oyigacha 1000 ta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.